Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz navbatdagi obyektimizni yakunlab berdik. Bu yerga ham 22 talik Vayland T6 kotyolni o'rnatib berganmiz. Bu ham mis trubkalik va turbo rejimlari o'rnatilgan ushilenli katyolimizdan qo'yib berganmiz. Buni yoniga ko'mir katyolga ham alohida tochka qoldirib ketilgan. Xudo xolasa mana bu yerda yaqinda katyolning xona bo'ladi. Bu yerga ham alohida o'sha bakli ko'mir katyoldan o'rnatib beramiz. Shuning uchun alohida montajlar mo'ljallab ketilgan. Bu xonadonimizga umumiy 8 ta radiator o'rnatib berganmiz. Xonaga kirganimizda mana koridorga o'rnatilgan radiatorimiz, bu yog'i kuxnya uchun mo'ljallangan xonamiz. Bu yerga mana kattagina radiatordan o'rnatib berganmiz. Xo'sh. Bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Bunisi yotoqxonaga mana qo'yib bergan radiatorlarimiz. Yotoqxonadan keyin mana bu yerda bitta detskiy xonaga radiatorlarni o'rnatib berganmiz. Montajlari o'sha polda tagidan kelgan, chiroyli qilib o'rnatib berilgan. Bu yoqda mana mehmonxonamiz, mehmonxona uchun o'rnatilgan radiatorlarimiz. Shunda jami bo'lib 8 ta radiator o'rnagan bo'lyapti. Bu xonadonimiz jami 160 kvadrat atrofida chiqadigan obyektimiz. Bu yerga ketgan rasxodlarni aytadigan bo'lsak, jami bo'lib 22 million so'm pul ketgan. Undan 4 million 400 mingga usta haqqi qolgan, hammasi materiallarga ketgan. O'sha materiallarda xarajatning ichida mana bu o'sha Vayland katyolimiz bor va qolgan barcha materiallar uchun ham ketgan. O'sha umumiy hisobda 17 million 600 ming so'm pul ketgan. Materiallarda o'ziga qolgani usta haqqi bo'lib, jami 22 million so'm pul ketgan. Endi undan tashqari, ya'ni 22 milliondan tashqari bu yerga yaqinda o'sha bakli ko'mir katyoldan ham o'rnatib beramiz.